Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 9-oyning 13-kuni shanba. Ma hafta bir kun kechikib qoldim. Juma kuni chiqaman deb chiqamay qoldim. Tunugun 3 ayrim yerlar bilan ko'rishdim shu Uyg'ur masalasi haqida. Musiqiy xizmatim bor, boshqa tirishqan bo'lsam, yetishmay qoldim. Bugun videoni sirtib qo'yapman. Bunun sebebi nima desanglar, hozir Kaliforniyada intayin jiq o't kuyib hozir. Bechik yerlarda. Meni orqamda tog' bor, ehtimol sizlarni bilasizlar. Hozir bu tog'larni ko'rgilim bo'lmaydi. Butlay isniki sababini tog'ni ko'rgilim bo'lmaydi. Chiqib ko'p yerlarda o't kuyib bundan 2 kunning oldida Xitoy erkin mediachisidan Wu Jiaming degan kishi shu Kaliforniyada kuyayotgan o't to'g'ri to'xtalib, bir bo'lsa bu Xitoy hukumatiniki suiqasd bo'lishi mumkin. Burun Kaliforniyaga o't ketadi har yili. Ba'zida shimolga, ba'zida janubga, ba'zida o'tirsiga ketdi. Bu yil Kaliforniyaniki shimoli, janubiy o'tirsi ham yerlarga tang o't ketdi. Bir bo'lsa buni Xitoy hukumati ishi bo'lishi mumkin deb o'sha deyotdi. Bu to'g'riliqda Amerikada endi xabarlar yo'q. Şuna bu şekilde yapayım. Endi bu video üzümü bir tarix olganlık için bu yıl hazır Kaliforniyada kuyatkan otniki bir hatır sopmasın deb talağa çıkıp aldım degan. Aqamniki şu kuyatkanlar hamısı is. Aslında u yerda bir tağvatı talan ko'rib bo'ladi. Endi rasmiy gapni başlay. Bu hafta tunugun ehtimol qislan 9-oyning 11-kuni 11-sentabr vaqasiniki 19 yillik xotir kuni bo'ldi tunugun. Amerikada nurg'un yerlarda bu kunda xotirlaydigan faoliyatlar o'tkazildi. Men bu tunugun Twitterga bir inglizcha bir narsa chiqardim. Uyg'urlar Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik siyosati shu 11-sentabr vaqasidan boshlangan deb 11-sentabr vaqasida Amerikada 3000 ga yaqin odam o'lib ketdi. Ammo Uyg'urlarniki bo'lsa, yaqinqi 3 yil ichidan o'lib ketganlar 1 milliondan ko'p. Men izsiz bunda kelyapman, bugun hozir to'xtalaman bu vaqtda. Nimishqa deydiganligim to'g'riliq. Shunga buni bir qilib qo'ydim tunugun. Mush munosabat bilan Uyg'urlarniki hozirgi fojiasi, hozirgi ahvolini Twitterga inglizcha bir qatam chiqarib oldim tunugun. Yaqinqi bo'layotgan ikkinchi xabar, yaqinqi bo'layotgan bir cho'ng xabarlar Disneyland ishlagan Mulan degan kino haqida bo'layotdi. Bu kino hozir shu 2 kun ichida medialarga intayin ko'p chiqdi. Amerika hukumatidami Disneyland shirkatiga biroz norozilik bildirgan ishlarni qilyotdi ancha-muncha. Ondan keyin men bilan ko'rishimiz deyotganlar ichida maxsus tim to'liq ko'rishiman deyotganlarmi bor. Tayvan xabari degan bir media bor. Ularniki deyishcha bu qatimki Mulan degan kinoni ishlaganlar bir qism manzillarni ko'rinishlarni Turpan'da ishlagan. Turpan shahri bilan Pichan nahisida ishlagan. Shu jarayonda jami 10 jazo lagerining qishig'i bo'lgan, ondan keyin 5 turmaning qishig'i bo'lgan bo'lar. Ashta qilib ishlagan. Endi Amerikaniki qimmat qarshi axloqiy o'lchimi prinsipi bo'yicha qaragan chog'da bizningki Sharq Turkistonda hozir bir qonliq ko'lga aylangan bir yerda shunday kinolarni ishlash bu to'g'ri emas. Bu Disney kinolarining hammasi kishilarning xo'shalik qiladigan, kishilarga xo'shalik aytiladigan, xo'shallikdan darak beradigan bir kinolarni ishlaydi bo'lar. Endi ashta bir kinoni Sharq Turkistonda ig'ir fojia bo'layotgan bir yerda ishlashi bu to'g'ri emas. Shunga bu vaqtda hozir jiqlarniki nimalar chiqib ketdi, medialarda ko'p chiqib ketdi bu ish. Andan keyin bu kinoni ishlaganlar rahmat aytgan o'rinlarning ichida shu Turpanniki bir qancha organlar bor ekan. Buning ichida Amerika hukumati jazolaymiz deb tizimga kirgizgan o'rinlar bor ekan buning ichida. Ashta bo'g'ashqa Andaki saqchi o'rinlarimi bor. Saqchi o'rinlarim bor. Ashta bo'g'ashqa bu dunyoda bir cho'ng norozilik qo'zg'adi.
Mushu munosabat bilan bir maqola chiqib ekan. U maqolada shu kinoniki bir ko'rinishini turib so'zlabdi. Bu Disneyland shu kino ishlayotgan vaqtlarda shu kinoniki ko'rinishiga bir jazo lageridagi ikki kuzatish munari tushib qolibdi deb. Men uni dastlab ko'rib bu bir qiziqarli maqola ekan deb Twitterga chiqarib qo'ydim. Keyin qarasam bu Amerika bu dunyoda bir donliq chaqchaq tor beti bor. Men buni sizlarga buni degandim. Hamishalarni chaqchaq aylantirib deydigan xabarlarni. Bu maqola aslida shu tarafidan yozilgan maqola ekan. babylonb.com degan bir tor betiga men chiqqan vaqtimda o'qimagan. Keyin chiqarib qo'ygandan keyin ba'zilar aytadi bu astoydil tor bet emas, chaqchaq tor beti degandek. Keyin qarasam u maqolani biz chiqarmagan bo'lgandan keyin ular qiziq chiqaribdi, bu tashviqotga foydasi bor ekan deb men uni qo'yib qo'ydim. O maqola hozir men Twitterimda bor, qiziq sanab ko'rib olsanglar bo'ladi. Shu Mulan degan kinoning ichidagi bir ko'rinishda jazo lageridan birisi va shu lagerdagi ikki kuzatish munari bor. Ashta qilib chiqaribdi bular. Andan keyin 3-chi xabar. Angliyadan 140 nafardak parlament a'zolari birlashib shu Xitoy kommunistik hokimiyatining Uyg'urlarga qaratgan siyosatiga norozilik bildirish, uni to'sish haqida bir ishlarni olib beryotdi bular, qaror chiqaradigan ishlarni. Bu bak cho'ng xabar bo'lib ketdi Angliyaniki. Ondan keyin bularning o'tirib qo'ygan bir narsa bir mustaqil Uyg'ur sud etishni o'tirib qo'ydi. Bu yerda hozir buni degandan keyin bu sotning gapidan ushib ketadi. Birisi o'tganda ikki tashkilot birlikda xalqaro jinoiy ishlar sudiga complaint sungan. Complaint degan arznoma emas. Complaint degan norozilik bildiradigan nima deymiz uni? Norozilik xatini yo'llagan ular. Undan keyin Dünya Uyg'ur qurultiyi bilan yan bir cho'ng advokatmi shu Milosevicni sotqatgan advokat birlashib hozir bir mustaqil Uyg'ur sudi, mustaqil suddan birisi hozir shuning ishi boshlandi. Bu ikkinchi sud. Mau Angliya parlament a'zolarining o'tirib qo'ygani Uyg'ur sudi degan sud bu boshqa bir narsa. Birinchi sud u xalqaro bir tashkilot, xalqaro nima jinoiy ishlar sudi degan u bir tashkilot to'g'risida to'xtalaman. Ikkinchisi u mustaqil sud, uniki hukumat bilan munosabati yo'q. Ma uchinchisi Angliyani o'tirib qo'ygan bo'lsa, bu hukumat tomonidan qilayli deb qayishandi. Demak bu dastlabki boshlanishi hozir mana fikr o'tirig'i tushdi. 140 nafar parlament a'zolariniki birlikda ish qilishi bilan bu nega bordi, uni bundan keyin ko'ramiz. Endi mush Angliyaniki 140 nafar parlament a'zolari o'tirib qo'ygan, mush narsani o'tirib qo'ygan chog'da bular yana Xitoy hukumati 1 milliondek Uyg'urlarni jazo lageriga sulatdi degan gapni deb ekan. Men bularga Twitterda biroz tushuncha berdim. Bu son to'g'ri emas. Bu son 2018-yili 1-oyda o'tirib chiqqan son. Uni hozir murtatib ishlatyapti bir qism o'rinlar bu to'g'ri emas deb 2018-yilda chiqqan Uyg'urlarning lagerga sulangan Uyg'urlarning soni 2 milliongacha boradi degan maqolalardan bir qismini tepib, men shu hammasini chiqarib qo'ydim Twitterga. Mushlar ko'p baqsonda. Shunga bu bir eg'ir masala. U 2018-yildan keyin Xitoylar bu nimani jazo lagerlarining sonlarini, ko'lamini intayin kengaytiryapti bular. To'xtamay odam tutyapti. Odam to'xtamaydi hozir qadar. Lekin bular yana ham shu 1 million degan son ishlatyapti. Men buni qarta bir narsa yozib qo'ydim Twitterga. Hozir endi shu yaqinda yoki diqqat qildinglar, men hozir lager sulangan Uyg'urlarning soni 9 millionga bordi degan bir sonni o'tirg'a chiqdim. Bu son shu Xitoy, shu Sharqiy Turkistonda ishlaydigan sistemaning ichidagi odamdan kelgan son bu. 2019-yilning oxirida tutilgan odamlarning soni 9 millionga bordi degan. Bu 9 million degan son ülketkilerinin ölçüsü alıdı. Ben bu doğruluğuna azraqça toxtalman, ülketkilerinin ahvalı doğruluq. Ölçüsü alıdı. Bunu nimedeki
Avstraliyadagi CJ Werleman degan kishi bir maqola qilib yozib, hozir Uyg'urlar tatgan ziyon Holocaustda Yahudilar tatgan ziyondan eshib ketdi. Holocaust degan Yahudilar cho'ng qirg'inchiligi. Ikkinchi dunyo urushida Germaniya elib bo'lgan Yahudilar sinib bo'lgan qirg'inchilik. Unda eshib ketdi degan san ashtaq bir bayonotni o'tirib qo'ydi. CJ Werleman o'tirib qo'ygandan keyin bu hozir bir zamirak o'qidak nihoyatda dunyoga ko'p tarqaldi bu gap. Men bilan ko'p odamlar aloqalashdi bu to'g'riliq. Bu musulmon dunyosi. Uyg'urlarni anglab boqmagan, Uyg'urlarniki fojiasini anglab boqmagan musulmon dunyosidagi nurg'un kishilar bu sonni ko'rgandan keyin cho'chib ketib, Uyg'ur degan kim, bu qanday musulmon, nima ish bo'ldi deganlarni hozir tekshirib, shuning bilan menga shu uchurning biroz aniqlab bersang, uni kirish manbasi ne? Mushtada deb edish to'g'rimi degandek savollar ko'p keldi yaqin yoqi. Lekin ikki guruhga musulmon o'quvchilar tashkilotining odamlari bilan ko'rishdim. Paranlaştım, ba'zilar bilan biz videoluk suhbat o'tkazdik. O videomu chiqdi yaqin to'rlarga. Buniki bu son vatandan kelgan. Endi men yine sal to'xtalishim mumkin. Bu 9 million degan sonni degan vaqtimizda biz Uyg'urlarniki nupsini kam deganda 18 million deb deyishimiz kerak. Ashtat degan vaqtimizda masanni kishilarga qabul qildira olamiz. Qabul qilyapti amaliyotda. Uyg'urlarni 18 milliondan ko'p desak, hargiz ortiq ketmaydi. Men bu to'g'riga sal to'xtalaman. 60 olgan chaqda masalani to'xtatgandik bo'ldi. Bu son hozir shu Xitoydagi shu lager sistemlarini boshqaradigan o'rin ishlagan odamdan kelgan son bu. Biz o'ylab chiqargan narsa emas. Shunga shaxsan men o'zim bu sonda chin turman. Bu qatim shu bir gapniki turtkisi bilan hozir Uyg'urlarga kelgan ziyon Yahudilar uchirgan Holocaustdagi ziyondan eshib ketdi degan bir bayonotniki sabab bilan hozir bizniki ahvolimiz yaqinda musulmon dunyosiga obdan tarqalyotdi. Shundan keyin 9 ayning 2 kuni Xitoy tashqi ishlar ministriniki bayonotchisi oshgan muxbirlar yig'inida Uyg'urlarniki nupsi eng tez o'sdi. Qancha yilda deganligini demabdi. Uyg'urlar sonini 5,55 milliondan 12,71 milliongacha o'sdi degan bir so'zni qildi. 9 ayning 2 kuni Xitoy tashqi ishlar ministriniki bayonotchisi degan so'z bu. Uyg'urlarniki hozirgi nupsi 12,171 million degan. Bizning xabarimizda bor, Xitoylar bu sonni xohlagancha yasab chiqdi. Unda hesab qildi, buni hesab qildi, ehtiyojga qarab turib. Vaqti menda xalqaradan kelgan besimlarga sal chidamay bular masani o'tirga chiqdi. Shunga buni asliga tutishimiz kerak. Lekin biz xalqaro jamiyatga, muxbirlarga, hukumat amaldorlariga shu to'g'riliq gap qilgan vaqtimizda chuqum Uyg'urlarniki aslilik nupsining 18 milliondan ko'p ekanligini unutib qolmasligimiz kerak. 2017-yildan burun Uyg'urlarning nupsi 18 milliondan ko'pdi. 60 bo'lgan chaqda bular hozir 12 million deb e'lon qilsa, endi 6 million odamni yo'q etalaydi degan gap. Bu vatqa ish allaqachon bo'lib, hozir uning ashinchilik Uyg'urlar sunib bo'ldi allaqachon. Shunga bular sallarni hozir o'ynayotdi bular. Ashta boshqa bu jihatda hammamizning qalbisida intayin aydin bo'lish kerak. Endi abatdan qisqachab o'tdim. Hozir Uyg'ur masalasida Xitoyning sud tartibiga ishning uchi bor deb. Buniki eng dastlabki boshlanigini ikki tashkilotdan qilgan xalqaro jinoiy ishlar sudiga nima arznoma emas complaintni norozilik xati yo'llash ishi birinchi ish. Bu to'g'riliq biz ana dunyo Uyg'ur qurultayi bu ko'p izlangan, uzun bo'lib ketdi, bu 5 yillardan ortiq vaqt o'tib ketdi. Buni nurg'unlarimiz ichida umid qilamiz. Xitoyning ustidan xalqaro sudga arz qilsak degan ish to'g'ri umid qilamiz. Bizdan bu istak bo'lgan, ayni vaqtda bo'lgan, nurg'un qarindoshlarimiz izlandi bu vaqtda. Asosiy bir masala nima desa, Xitoy davlati xalqaro jinoiy ishlar sudiga a'zo emas. O sud faqat o'ziga a'zo davlatlarni mumkin bir taraf qila ekan. O'ziga a'zo davlatlar ustidan kesim yapira olar ekan. Lekin a'zo emas davlatlarni kesim yapira olmay ekan. Ashta boshqa ikki tashkilotniki qilgashi mushu xalqaro jinoiy ishlar sudiga a'zo ikki davlatdan
Uyg'urlarni qaytarayotgan ahvol bor. Uniki birisi Kambodja, yana birisi Tojikiston. Bu ikki davlatlar burun Uyg'urlarni Xitoyga qaytargan. Bu ikki davlat xalqaro jinoiy ishlar sudiga a'zo. Ashlar boshqa mushu ikki davlat orqali xalqaro jinoiy ishlar sudiga norozilik xati yo'llandi. Bu ahvol shunday ahvol. Buning oxiri qanday bo'ladi? Men bu to'g'ri bir narsa degim yo'q. Men ahvolning qanday bo'lganini bilaman. Lekin bu to'g'ri bir narsa degim yo'q. Keyin anglaysizlar buni. Şunu bu ahval doğru mesela düşünce bir kıy. Mani bir gün elip kılışımdaki sebep bazı kardeşler soru demendin. Ötkende şu dünya ruh kurultayınki hazır bir müstakil Uygur Soti'nin işini başlagalığını degendekin bazı kardeşler sorudu şuna bu şekilde de kıyım. Şundakta hazır Soti'nin şu oldu. Angliya'da mı hazır bir işini başlavatıdı. Dördüncü çoğun haber hazır dünyada 2022 yılı Xitay'da qishliq olimpik musobaqasini olib borishga qarshi turadigan ovoz intayin kuchayyapti. Hozir nurg'un tashkilotlar birlashib xalqaro olimpik komitetiga xat yo'llayapti. Masalan, yaqinda dunyo bo'yicha 160 dan ko'p kishilik huquq tashkilotlari birlikda bir xat imzolab, o'shaga yo'lladi. Buning ichida Uyg'ur tashkilotlari bor, bir qanchasi bor. Shunga bu bir cho'ng xabar bo'lyapti. Bu 4-cho'ng xabar. Benim tizimimda. 5. haber hazır kişiler Donald Trump'ni, Amerika prezidenti Donald Trump'ni bu yıllık Nobel teşvik mükafatıga namzat qilib ko'rsatdi. Bu biraz haber bo'ldi. Bularni sizlarga deb qo'ygim keldi. Hazır Donald Trump şu prezidentlik saylimi to'g'risida ko'p ishlarni qilyapti. U bu yerlarga kishilarni yig'ib so'zlab degandek. Hozir bu kasal bak ig'ir bo'lganligi uchun uning ustiga Donald Trump intayin aldirash, uniki bir taraf qilgan davlatlarning ishlari bor. Endi bu ishni qilsin bo'lmaydi, shundan boshqa bu yerlarga borgan vaqtida kishilar shu oydirmig'i ham kelib saqlab turyapti. O'shaga bir sahna yasab, Donald Trump shu aeroplandan tushib bilan sahnaga chiqib, kishilarga ko'rishib so'z etib, yana qaytib boshqa berib degandek ishlar qilyapti. Hozirga qadar men ko'rgan imkos intayin yaxshi. Donald Trump bağ yerlerge nayeti köp adamlar yığılıvatı. O yığılı adamların köpüncüsü aktarlık. Anındaki şuarlar var. Mesela we love you Donald Trump dediğin. Donald Trump sizin suyumuzda farklı opçu vakarab şuar doğru degandek. Bu jet keyfiyat intayin yaxşı. Hazırki mülçerlerde bu kadar Donald Trump'dan asalı tutup getiş mümkün degen gepler var. Anındaki hazır cemi 35 devlet Amerika'nınki çağırığa avaz koşup Xitay'ınki 5G teknolojisini işletmeslik taraftarıga öttü hazır. Aştaq bir xalqaralık bir guruh aslı buvatıdı. Hazır bunun azabı bağlı 35 devlet bu bir yaxşı iş. Yeni bir haber neçə gün aldı da Pompeo bir nesini ilan kıldı. Muşu bu yılın ahırgıca Amerika'daki Kunzi Institute degen Xitay'niki organının hemsi tarqıladı degen narsani o'ttirg'a qo'ydi. Amerikada bular xali ko'p, meni bilishimcha 350 tak Kunzi Institute bor ekan Amerikada. Hozir qadar 75 tak taqilib qopti. Qolganini bu yilning oxirida taqoytimiz degan narsani o'tirib qo'ydi. Andan keyin 26-yil 8-oyiniki Texas'taki bir oliy maktabga kelgan Xitoydan pul chiqarib avatgan 15 nafar tadqiqotchilarni aydib etdi. University of North Texas deydi şu maktab 15 Xitoydan avatgan tadqiqotchilarni exchange student degandek davlatning puliga kelgan kishilarni Xitoydan qaytarib etdi. Bu ishni butun Amerikaga kengaytirib ahamiyat berish plani bor bularniki. Ondan keyin Xitoyniki şu Xitoy harbiy tadqiqot ishlari bilan munosabatlik kasblarda o'qiydigan Xitoy o'quvchilariga beradigan vizini umumyuzlik to'xtatishni qaror qildi hozir. Shunga bundan keyin Xitoydan Amerikaga o'qishga ishlar texnik taslishidi bir qarag'an chog'da bu jihatda Amerika noiti kaskin tadbirlarni olyapti. Ondan keyin 6-chi xabar yaqinda bir doklad chiqdi. Hozir xabarlarda bor Xotandagi aydirma, harbiy aydirma. Xotandagi aydirma, harbiy aydirma, uni odatda
xalq uchun ishiltib, agar harbiylarni bir ish bo'lib qolsa hamkin uchadigan yo'lovchi aeroplanlarni to'xtatib, Xitoylar harbiylarni ishini qilib deganda qilayotgan yerda hozir ular yerda ikki yangidan aeroplan uchadigan tushadigan yo'lni yasab o'tibdi. Kengaytiribdi bu aerodromni. Buniki hozir buni chiqib bo'lib qolishi nima Hindiston bilan Xitoy o'rtasidagi ziddiyatni keskinlashyapti davomli. Yaqinda shu Sharq Turkistonda odamlarni uyga sulayotgan vaqtida bular nurg'un askar o'tkadi. Shu nima Hindistonning chegarasiga hozir bular deb harbiy qo'shin, harbiy uskunlarni ko'paytiryapti u yerda. Shuniki bir tur sifatida Xotandagi aerodromni cho'nqay qilib turibdi. Men bu to'g'riliqni Twitterga bir narsa chiqardim. Xitoy andi Uyg'urlarniki dastlab Uyg'urlardan ansirab, hozir Uyg'urlarning hammasini bir taraf qilib xotirjam shu urush tayyorligida ishlarni qilyotdi Sharq Turkistonda. Hozir bularni qilayotgan ishning birisi shu. Andaki 7-chi xabar yaqinda yana Uyg'ur qarindoshlarimizningki jasorati bilan, kuchishi bilan yana ikki ta'sir cho'ng maqola video chiqdi. Birisi singlimiz Qalbinur Sidiqniki. Qalbinur Sidiq yaqinda NBC bilan 9-sida NBC bilan videolik suhbat o'tkazib, ovozliq bir narsa ishildi. Buningga chet eldagi bir necha qarindoshlarimiz yordam qildi. İngilizce tercüme qilish jihatlarda yordam qilib bu video chiqdi. Buning ta'siri intayin yaxshi hozirga qadar. Bo'libmi lagerning ichida nima ishlarni bo'layotganligini dunyoga anglatish jihatda bu singlimizniki qilgan ishlari nihoyatda cho'ng ta'sir qo'zg'adi. Ma'lum shuning davomlashishi bu videolik ko'p osonlar bo'ladi Facebookda, Twitterda bor menikida. Ondan keyin Gollandiyadan yana bir inimiz o'tirib chiqdi. Mehmet Tursun. Ben ismini yazıp koygandım, hazır bir yerden tapamadım. Mehmet Tursun degan bir inimiz, o Gollandiyadan çıkıp bir Guardian degan matbuatda bilan bir maqal chiqadi. O'ziniki ayni vaqtda chiqishlarning oldida lagerda ko'rgan ishlarini yozib, shu orqali Xitoyniki Uyg'urlarga yurgizayotgan siyosiy irqiy qirg'inchilik degan mazmunda. Bu nihoyatda yaxshi ta'sir qo'zg'ayapti hozir. Bu maqola 8-sida chiqdi. 9-8-kuni. Buni ko'p aqsanlar bo'ladi. Endi yaqinda Xitoyniki Uyg'urlar siyosatiga, Uyg'urlar qaratgan siyosatini irqiy qirg'inchilik deb atash kerak degan bir masala to'g'riliq nurg'un faoliyatlar olib berilyapti. Uyg'urlarmi qilyapti, chet elliklarmi qilyapti. Endi matbuotlarga xilo maqolalar ko'p chiqishga boshladi. Buni bir hozir chet eldagi Uyg'ur faolchilar ichidagi umumyuzlik hodisiga aylantirish kerak. Men agar meniki leksiyalarimni 2018-yili anglab baqqan qarindoshlar o'ylab baqsanglar bo'ladi. Men 2018-yili inglizcha, uyg'urcha leksiya berishni boshladim. Shu vaqtdagi meniki inglizcha leksiyalarimniki temasida irqiy qirg'inchilik degan gap bor. Xitoy nima madaniy qirg'inchilikdan jismoniy qirg'inchilikgacha Xitoyningki Sharq Turkistonda Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmi degan temasi shundoq. Men shu chaqdan buni u chaqda madaniyat qirg'inchiligi tusini bahrak olgan u chaqda, lekin xalqaroda bu jihatda nihoyatda mukammal nazariya bor. Bu madaniyat qirg'inchiligi bek murakkab, qimmat, aniki epamoq tas, qiyin. Ashta bo'lganligi uchun buni sal yetishamiz mumkin. Hukumatlar jismoniy qirg'inchilikqa o'tadi degan nazariya bor. Men shu nazariyani shu vaqtda ishiltib, bu mening nazariyam emas, boshqalarning yozg'ini. Shuni misol ko'rsatib turib, hozir Uyg'urlar duch kelgan fojia intayin og'ir. Agar sal diqqat qilmasa, bu irqiy qirg'inchilik olib boradi degan narsani o'tirib qo'ygan shu chaqda. Shunga hozir shu bo'ldi, mana hozir ko'rdik. Xitoylarning puls qolmagan sari Uyg'urlarni o'ltirishni ko'p tiltyapti bular. Hozir ahvol shunday. Shunga faoliyatchilarning qalbida bu ishni aniq qilish kerak. 8-chi xabar, shu oldingi bir hafta ichida men Twitterga yana jiq mazmunlarni chiqardim. Nurg'un bir qism qarindoshlar to'xtamay menga isil videolarni va boshqa mazmunlarni o'rgatyapti. Mening yaqinda chiqqanim bir Uyg'ur onaniki qo'noq beshi tirayotgan bir ko'rinish. Xitoylarniki shu Sharq Turkistonniki bir ko'chisida Uyg'urcha kiyinib, Uyg'urcha usul o'ynayotgan ko'rinish.
Anından keyin bir Xitoy hukumatidan ishlagan e'lon xarakterlik video. Uningda ishkirgi Xitoylarni Sharq Turkistonga kelib o'rinlassanglar, sizlarga uyni bekor qilamiz, 30 mo yani bekor qilamiz degan chaqiriqi. Xitoylarni Sharq Turkistonga chaqirayotgan chaqiriqi. Anından keyin Beijingdagi bir qurolli saqchi doktorxonasida bir ayolga jigar yo'tkazganlik videosi. Bu ayolniki degani, bu ayol shu o'tgan yil bo'pti, o'tgan yil 11-oyda, 2019 yil 11-oyda bo'pti. Shu doktorxonaga minib kirib, boshqa narsa lozim desa, bir haftaning ichida jigardan birini topib turibdi. U ayolning degani, bu doktor bir doktorxonada har kuni birdan 3 kishi jigar chiqara oladi ekan degan gap bor bu ayolniki. Ondan keyin u jigarning puli qancha pul to'laganligi to'g'riliq gaplar bor. Ondan keyin bu ishlarning hammasini harbiylarning qildiganligi to'g'ri gaplar bor. Men buni chiqardim videoni inglizcha tushuncha bilan. Ondan keyin yaqinda yana Uyg'urlarni ishga yo'tkazayotgan ko'rinishlar. Uni diqqat qilsanglar, ishga yo'tkazayotgan ko'rinish, ishga berib bo'lgandan keyin turayotgan uyning ko'rinishlari. Buni qarasanglar, ishga yo'tkazayotgan Uyg'ur ayollarniki yeshi cho'nib ketib turibdi. Yoshlar qolmay, hozir 40 necha yosh, 50 necha yoshlik ayollar ne yurkigil tug'ilganda ko'rinish. Mushlarning hammasini tanlab chiqardim. Chiqqan bo'lg'achqa Xitoyniki Uyg'urlarga qilayotgan ishiniki zaten nima ekanligini bir cho'ng doiradan ko'ra oladigan bir narsa bo'ldi bu. Ashuna bilan nayti buniki kurilish qatlam sonlarimiz bakchiq. Bu bir video 38 ming qatam ko'rilibdi, yamirsiz 23 ming qatam taqatishim bak ko'p. Ashta taqitib qilyotdi. Mush orqali birisi Uyg'urlarniki organini sotayotganligi, birisi Uyg'urlarni ishga o'tkazayotganligi, Sharq Turkiston qilib ishlayotganlar, ashta qeri momaylar qilib qolganligi, ondan keyin ishkirdagi Xitoylarni Sharq Turkistonga kelinglar deb chaqirib qo'yotganligi. Nurg'un foydalanib bir ularga. Bekor uy 30 moya degan narsalarni. Shuni tan chiqarib qo'ydim. Buniki unumini ayt yaxshi bo'lyapti. Hozir ahvollar shu. Meni ma gaplarni deyishimdagi sabab hozir vatanning ahvollari shu. Hozir ishkirga o'tkazib bola, ishga o'tkaziladigan yoshlar qolmay endi shu 40 necha yoshli ayollarni o'tkazib o'tiribdi bola Uyg'urlarniki. Ondan keyin 9-xabar, men yaqinda chiqqan yana bir uchur Uyg'urlarniki ishkirga o'tkazilgan Xitoy hukumati ishkirga o'tkazgan Uyg'urlarning soni 1 milliondan oshdi degan bir uchurni yozdim, tafsilga chiqardim men Twitterga. Nima ish qilsa, buni asosda xalqaradan qabul qilsin deb. Qahraton degan jurnal 2018-yili Xitoy hukumati ishkirga 500 ming Uyg'urni o'tkazadigan bo'ldi degan dokladni ishkin chiqargan. U dokladda intayin konkret mazmunlar bor. Turmuning ichidagi mazmun, Uyg'urlarni yo'lda qanday olib borgan, yo'lda opir po'shilib ketgan, qanday qilib kechib turishgan, alayda poyezdda tutishgan, ondan keyin bag'ayadagi turmalar qanday tayyorlangan, Xitoy hukumati qanday qilib shu turmalarda ishlaydigan ishkir o'lkadagi Xitoy saqchilarini bizning yurtimizga olib borib shu yerda tarbiyalagan. Necha 10 ming odamni tarbiyalagan. Tafsil uchurlar bor. Men bularniki bir qismini chiqardim, maqolalarniki ulanishini chiqardim. Ondan keyin 2017-yili Gansuda 2013-yilda boshlanib, 2017-yilda putgan bir lager bor. Bu lager intayin cho'ng. Bunun bir videosi bor. O videoda deyilishicha, u lagerninki uzunligi 17 kilometr, kengligi 9 kilometr, bir jangalning o'rtasida u yerdan odamlar qochsimi hayot qololmaydi. U yerdan qochib bir suvoyaga bir po'chiq jangalda o'ladi, ashtabirga yasag'an buni. Uni sig'imi 300 mingdan 1 milliongachilik. Mushu sonlarni qo'shsak, andan keyin menga yaqinda kelgan son, mush 3-oyda ishkirga o'tgan odamlar to'g'riliq bir mo'ljar bor menga kelgan. Bizning shu Xitoydagi kishilardan kelgan xabar uchur bu. Bu uchurda hisoblab 3-oyda Xitoyda yapgan ishkirga yapgan odamlarning soni 300 mingdan oshadi deb keldi menga uchur. Men uni aynan ishiltamadim. Men bizniki vatandagi va ishkirdagi Uyg'ur qarindoshlardan kelgan uchurlarga asosan ishinaman hammasiga. Mening uni ishonmaydiganga hech qanday asosim yo'q. Bizniki bildirimiz ularnikidan ko'p emas, shu men to'liq ishinaman. Endi ba'zi narsalarni sal asosda ko'ndimisa xalqarani biroqlam yolg'on gap qotganda tuyulib qoldi ekan. Ashta bo'g'alik uchun men mana 300 ming degan sonni 100 ming deb e'lon qildim Twitterda. Lekin
Muşlarning hammani qo'shsak, Lanzhoudagi, Gansu'dagi 1 milliondek odam sig'adigan lager, ishkirga yo'tkazilgan 500 mingdek odam, andan keyin Mao shunday joyda ishkirga yo'tkazilgan qul ishchilari, muşlarni qo'shgan chaqda Uyg'urlarniki ishkirga yo'tkazilgan soni allaqancha eshib ketdi 1 milliondan. Bu ish hammamizning qalbimizda edin qilish kerak. Endi ishkirga yo'tkazilgan 500 ming odamniki jinoyatlari qarab baxsanglar, ashtaqa bor. Ularniki jinoyati diniy e'tiqod. Xitoylar birinchi tutgan odamlar, shu 2017-yildan boshlab tutib sulg'an birinchi turkum odamlarning hammasi diniy e'tiqod kuchli odamlar. Mushtaqlarda bor bu. Bu kishilar o'zining yedigan tamog'i, suyi, qo'liga uyi, o'ziga kelgan narsaning hammasi Allohdan kelgan deb qaraydi. Mao kommunistlik Xitoy hokimiyatiniki bular uchun yaxshi ish qilib berganligini e'tirof qilmaydi degan gaplar bor shularning o'zida. Demak, bu yerda deyotgan narsa nima desa, aşı yo'tkazilgan 500 ming odamlarniki eng chong jinoyati diniy e'tiqod. Bu narsani qalbimizda aniq bo'lishi kerak. Men buni o'zim ko'rishayotgan shu suhbat boshqa aloqalarning hammasi deyapman. Bu biz o'ylab chiqargan narsa emas. Bu Xitoy shu Qahraton degan jurnal odamlari nurg'un pul qashlab, shu yerdagi ashadagi o'ziniki muxbirlarni ish qilib yurib egallagan uchurlar bu. Bundan to'liq foydalanishimiz kerak. Üzümü ayayman degan bilan millat ayalmayapti hozir. Millatning kuni bek eg'ir. Shunga biz hech bo'lmasa haqli bayqagan ishlarni aynan deyishga jur'at qilaylik. Menga bir deb qo'ygan gapim shu. Men bu narsani chiqaryaptim. Ondan keyin 10-xabar. Ben tünügün çıkan 11 sentabr vakası haqidagi 11 sentabr vakası da Amerikaga teröristlar hücum qildi, 3000 odam o'ldi. Shu kuni Xitoy Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik ishini boshladi. Hozir 1 milliondan ortiq odam o'ldi, 6 milliondan ko'p odam sulandi deb yozdim men. Shuningga bir inkos yozib, Amerikadagi bir pensiya chiqqan bir kolonel deydi, bir Lawrence Wilkerson degan kishiniki videosini chiqarib ketdi. Men bu videoni topganimga bek xush oldum. Bugun Twitterga chiqardim men, hozir mazmun yozib. Bu odam degan ikki cho'ng mazmun bor. Bu mazmun meniki o'zimniki inglizcha leksiyasida 2018-yildan tortib deb kelayotgan mazmunlarning ikkisi. Uning birisi Uyg'urlarning nupsi. Men 18 milliondan ko'p uni men o'zim hisobladim. Bir qism ziyolilar, bir qism hozir bizim yurtimizda Xitoyniki hukumatı ishlayotgan odamlar bilan so'zlashib 18 milliondan ko'p deb olsak hech qanday xato bo'lmaydiganligini jazmlashtirgan. Men bu gapni shu bilan deb kelgan. Ma kishi deydi, Uyg'urlarning nupsi 20 million deydi ma videoda. Bu odam Amerikaniki CIA'lar bilan ishlaydigan ish qiladigan odam. Bu odamniki Uyg'urlar to'liq kelgan degan ikki mazmunning birisi shu. Uyg'urlarning nupsi 20 million deydi bu kishi. Ikkinchisi Amerika hükümeti CIA orqali Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarni qurollantirib, shu Uyg'urlarni isyon ko'targizib, shu orqali Xitoy Kompartiya hokimiyatini ag'daritish, mushto'g'rilik ishlarni biroz ashto'g'rilikmi gaplar bo'lmaganligi haqida gap qildi bu odam. Ammo shu ishlarni o'ylashganligi to'g'ri. Endi bu gapni men deb aytgan gapning birisi shu. Men Dayshi degan Xitoyniki generalniki videosidagi so'zlarini naql keltirib, Xitoyniki Uyg'urlarni hozir Uyg'urlarni yo'qotmoqchi bo'lganligi va uni hozir yo'qotmoqchi bo'lganligining ikkinchi sababi Xitoy bir kunsi Amerika bilan Xitoy urushib qolsa, Amerika nihoyat osonlam 300 mingdan 500 minggacha Uyg'urlarni qurollantira oladi. Bu Uyg'urlar Amerika bilan hamkorlashib Xitoyga qarshi urush qiladi degan Dayshining gapi. Madanning degan gapi bilan bu biraz o'xshash chiqdi bu yerda. Anda men do'stlarim bilan biraz tanishib vaqtim bu vaqtda haqiqatanmi Amerikada ashta bir cho'ng muzokara bo'lib qolgan ekan Amerika hukumatining ichida. Mana shu Uyg'urlarni qo'zg'atish orqali Xitoy hokimiyatini ag'daritish imkoniyati bormi degandek narsalarni. Amerika bu ishlarni boshqalar qilgan burun. Ashta boshqa bir yerdan chiqdi. Shunga men buni ikkinchi sabab degandim. Xitoyniki Uyg'urlarni yo'qotishidagi ikkinchi sababda. Birinchi sabab nima desanglar, birinchi sabab bir yo'l bir balvoq. Bir yo'l bir balvoq qurilishi Sharq Turkistondan
ikki cho'ng yo'l Sharq Turkistondan boshlandi, birisi Sharq Turkistondan o'tadi. Shuni Xitoylar Uyg'urlarni Sharq Turkistondagi muqimsizlikniki eng cho'ng omili deb qaradi. Agar Uyg'urlarni bir taraf qilmasa, bir yo'l bir qurilishi mag'lub bo'lib ketadiganligini o'ylab Uyg'urlarni 2010-yildan boshlab cho'ng bastirish ishini yapadi. Bu birinchi sababdir. Ikkinchisi, harbiy jihatdagi, urush jihatdagi andishisi. Bu narsa madamning so'zida o'tirib chiqdi. Men burun buni chet ellarning og'zidan olib boqmagan. Men Deyshning og'zidan olgandim, ammo bak emniyatga uyg'un bo'lganligi uchun, andiki bu Xitoyniki Deyshi 2009-yildan 11-yilgacha Sharq Turkistonda 2 yil tekshirgan bu. Tekshirib cho'chib ketgan bu. Cho'chib ketib bu Uyg'urlarning soni Xotan Qashqardagi nüfusining 95% Uyg'urlarga. Hozir bu Xitoyga tahdid terrorizmdan kelmaydi ekan. U terrorizm degan usurq gap bu, quruq gap. Hukumat tep olgan gap, amaliyotda bu tahdid mush Uyg'urlarning nüfusidan kelgan degan narsa o'tirib qo'ygan bu odam. Ana u odamniki degan gapi bilan Mao generalning degan gapi bir yerdan chiqdi. Men bilgan bu to'g'riliqmi Twitterga bir narsa yo'llab qo'ydim, WhatsApp'larda taqib qo'ydim, ko'p oqsanlar bo'ladi. Chiqilib, masambek muhim yani demoqchi bo'ldim. Madamniki 20 million degan sonni tilga olishi bu Amerika hukumatiniki deydigan sonlari haq son bu. Ular o'ylamaydi. Bu Uyg'urlardan qanday foydalanamiz deb bu bir davlatniki strategiyasi bilan munosabatlik bundaq muhim ishda ular chuqum Uyg'urlarniki haqiqiy sonni egallaydi. Bu dastlabki qildigan ish bu. Uni qilmaydi boshdan qil olmaydi. Ashta boshqa madamniki masani degini bizniki hozirgi davoyimiz uchun intan cho'ng foydali. Bu 20 million bilan hozir Uyg'urlarniki 9 million sulinib ketdi degan gaplardan tang ishlasak dunyo hayron qolmaydi. Amaliyotda men izchil deb kelyapman. Bu hozir Xitoy 12 million deb e'lon qildi 9-2-kuni. Bu 12 million odam nerede? Hozir mush savolma bor mening kallamda. Qani u odamni nerede hozir? Nimishqa desa Sharq Turkistondagi Uyg'urlarniki nüfusi intayin shalanishib ketdi. Mana nechilar ichida. Bu 12 million deganmi cho'ng son bu. Aytaq 12 million odamimiz bor bo'lsa bular nerede? Degan savol bor. Herhalde bizim sallanishayotgan vaqtimizda haq gapni qilaylik. Biz o'zimizni ayab Xitoyning gapini demaylik. 11 million Uyg'urlarni nüfusi degan gaplarni demaylik. Undaq emas. Bu hozir isbotlanib chiqyapti. Shunga bu ishni bir taklif qo'ygim keldi. Men o'tganda bir qatim dedim, Chenchuango bizniki vatanimizga kelgandan keyin birinchi qarshi nüfus tekshirish bu. Nüfusni aniqlab, nüfusniki Uyg'ur nüfusniki 25 million mashta chiqqanligini bayqagan bu. Bayqab cho'chib ketgan. Nemishqa hozirmi bu Şinjan'da Uyg'urlar nüfusi buncha yuqori deb intan cho'chib ketgan. Mana mushtoq uchirib kelgan burun. Agar sizlarni mushtoq aniq uchirib bo'lib qolsa, mana aytib qo'yinglar. Bu bek muhim. Xalqaro bilan so'zlashgan vaqtimizda bek az qatadi bu. Shunga bunda samo bor. Chinchuanguaniki Uyg'urlar nüfusini tekshirib chiqqan vaqtida birinchi qarshi shu, ammo shu sonni bilgandan keyin intan cho'chib ketganligi haqida mana uchirib kelgan burun. Mushtoqlik mushlarni taxmin qilishimiz kerak. Ondan keyin 11-xabar Turkiyada 18 nafar qarindoshimiz Istanbuldan Anqaraga shu Uyg'urlarniki hozirgi ahvolini anglatish uchun ketayotgan chaqda bularni Anqaraga kirgizmay qaytaryapti. Bundan xabar topdinglar, bular ko'p xabar qilindi deb o'ylayman. Tilga qo'yim keldi. Shu qarindoshlarga ko'p rahmat. Hozir endi Turk dunyosi bilan musulmon dunyosiniki Uyg'urlar qaratgan pozitsiyasi siyosati nachar. Bu ish meniki yuragimda bir ig'ir zidi paydo qildi. Boshqa men shu yaqinda musulmon o'quvchilarga ko'rishgan, musulmon mediasida ko'rishgan vaqtlarimda bu gaplarni deb kelyapman. Ummat, musulmon ummatlari Uyg'urlarga osiylik qildi deb deyapman men bu gapni. Demis mashindaq men burun vatandagi mutobatlarda ummat birinchimi yo Uyg'urlik birinchimi degan muzokaralarni ko'p ko'rganman. Garchi men Uyg'urlik birinchi degan maydondagi adam bo'lsammi, boshqalarniki 80%dan ko'p Uyg'urlarniki ummatchilik birinchi o'rinda turdi. Biz birinchidan musulmon, ikkinchidan Uyg'ur degan gapni ko'p anglagan. Men ularga oshkora qarshi ko'rsatmadim, lekin ahvol shunaqdi. Bugungi kunga kelgan chog'da islom musulmon ummatlar Uyg'urlarga osiylik qildi. Bizni voz kechdi bular. Xitoy tarafga o'tib oldi. Shunga bu gapni to'xtamay deyapman. Turkiyaniki maqliqlari odamni echindirdi. Bizniki eng chong qarindoshimiz hozir ishlarni qilyotdi. Boshqa davlatlarda bor bu ahvol.
Shu xabarni anlagandan keyin mening ko'nglimga bak yerim bo'ldi. 18 nafar qarindoshlarga meniki chunqur esdashligim bor. Endi vatan ichidagi ahvollarga kelayli. Men o'tganda ajratdim. Shu ikkinchi qatim elib berilgan 6 haftalik Uyg'urlarni sulh etadigan ish. Bu ish viruslar munosabatsiz deb bu Xitoyniki bir suiqasdi. Bu narsalar texnik isbotlanmoqda. Masalan, Beijingdan qaytib kelib to'yga beribdi degan ayol o'zi yaqinda hukumatlarni izlab beribdi. Nima qildi deganda bu ayolniki rasmlarini ishlatib tashqat etib beribdi. Bu ayol undaq kasal emasga. Shu ashli Xitoy ishlatgan ayol kasal emasga, saqga. Ama mushuncha Beijing berib qaytib kelgan to'yga olgan degan banalarni tashqat qilib shu orqali butun Sharq Turkistondagi kishilarni sulvatda o'ylariga ashta ish bo'ldi. Shunga bu rost chiqyotdi. Bir bo'lsa shu ayolning rasmini qo'limga kelishi mumkin. Mening qo'limga kelishi mumkin. Patient 0 deydi. 0-chi bemor, 0-chi kasal. Ikkinchi to'lqindagi 0-chi kasal yolg'on chiqdi hozir. Bu birisi, ikkinchisi 9 oyniki birinchi kuni Urumchidagi nurg'un yerlarni echyapti. Lekin ikki xil ahvol bor. 95%dan ortiq nupsi aholisi Uyg'ur bo'lgan Tianshan Tangritog' rayoni bilan ikki rayonnikini ben bir tip olay bilan Saybag rayoni ikki rayondagi Uyg'urlarni qo'yatmabdi. Ular hozir uygusolgan. Ani qag'alarni qo'yatgan taqdirdimi? O'yinlarga chiqishga bo'ldi-ku, ammo vaqtni belgilab berdi hukumat. Kuniga masalan bugun soat manchidan manchigacha o'yinlarga chiqsam bo'ladi degandek. Bu ishik narsalar idoralarning ishlari masalan. U yerlarni hozir intayin qattiq qamalga, sirtlarga chiqaman desa cho'qim ruxsat xati bilan chiqib bo'lmaydigan ahvollar hozir davomlashyapti. Ondan keyin ikkinchi qatimliq shu virus banasi bilan Xitoy hukumati hozir lagerga kirib ketmagan Uyg'urlarning nupusini umumiylik aniqlab chiqdi bular. Zaten qancha Uyg'urlar qolib qoldi. Shu uylarda yashayotgan tirik lagerda emas Uyg'urlarning qanchasi bor degan narsani aniqlab chiqdi bular. Shuni aniqlab chiqiblamkan nupus tekshirish bu banasi bilan hozir yana bir chiqqan uchur yaqinda 10-soatdan boshlab 9-10-soatdan boshlab bütün Sharq Turkistondagi hamma yerdagi saqchilar bir jiddiy holatga kirib ish yapardiganligini e'lon qildi bular. Bu to'g'ri Xitoycha uchurim chiqdi, mana ayrim kelgan xabarlar bor. Ondan keyin yana adam tutish boshlandi ekan. Bular nachkamdan shuncha tanlab suzgichlardan o'tkazib tutadigan hammasini tutib olib, maqatim hammasini uyga solib, qaytadan bir nupsani tekshirib etib hammadan uyda bo'lgani uchun bular aniq tekshirdi bular qanday odamlarniki kirmaganligini qilib hozir yana qaytadan odam tutishga boshlamoqchi bo'ladi. Bu 10-soatdan boshlab jiddiy holatga kirdi degan xabar keldi. Odam tutish 11-oydan boshlandi degan xabar keldi. Shunga yana bir kelgan xabar hozirga qadar bizning vatanda biror lager taqalligini yo'q. Hammasi uchuq. Buni shu faoliyatchilar aniq deyishimiz kerak chetlarga. Xitoy yaqinda Xitoyning Angliyadagi bosh elchisi Güneş kirib ketgan Uyg'urlarning hammasi o'qish bitirib xizmatda bo'ldi dedi. Hammasi yolg'on. Bularning qo'yayotgan soni intayin oz. Hech qanday lagerning taqalligini yo'q. Hozir yana odam tutmoqchi bular. Bo'shab qolgan yerni to'ldirmoqchi bo'ladi. Shunga shu bilan narsamizni qilsa aniq bo'lsin. Oldimizda yana bir cho'ng fojia bor. Üçüncü xabar yaqinda Xinjiang san'at universitetidan 15 o'quvchini tutib ketdi. Shu bir hafta 10 kun oldida. Nima bo'pti desanglar, bular tamlatlab Facebook, Twitterga kirib ekan. Shu bana bilan 15 o'quvchini tutib ketibdi. Ondan keyin butun maktabdagi kishilarni yig'ib yana siyosiy o'yinish boshlab ketibdi. Bu bir voqea bo'ldi 10 kun ichida. To'rtinchisi shu yaqinda Facebookga yana bir xabar chiqdi. Uchurlar chiqdi, shu WeChatda chiqqan uchurlarga uni menga bir qarindishimiz aytibdi. Ko'p rahmat. Uningda shu lagerning ichida elib berilgan qiyin qistoq haqidagi mazmunlar bor ekan. Bu mazmunda deyilganlarida mundaqlar bor. Shu lagerga sulangan Uyg'urlarga ishlatgan qiyin qistoq usullaridan
nimaga ilonga chaqtirish, tırnağını tatib etish, tishini tatib etish, ondan keyin miqqiqish. Mushundaq qiynash vositalarini ishlatdi degan gaplar bor. Bu ko'p rasm shaklida o'rnatilibdi ekan, 8 parchalik rasm. Men bularning hammasini Twitterga chiqarib etdim. Ko'rib baxsanglar bo'ladi. Buni xalqaro bilib qolsin. O Xitoyniki lager deyotgani dunyodagi ko'pincha turmalardami vahshiy. Sharq Turkistondagi lagerlar dunyodagi ko'pincha turmalardami vahshiy. Dunyoning nurg'un turmalarida bunday ishlar bo'lmaydi. Buni dunyo bilish kerak. Ondan keyin yana bir xat keldi. Shu mening bilishimcha janubdagi bir Xitoy shirkatining o'sha lagerdan chiqib ish qilayotgan Uyg'urlarga chiqqan tuzumlar ekan deb tushundim men. Buniki asli rasm shaklda kelgan. Kelib bu xitndas o'qib olmayken men nayt qiynalib, bizning do'stlarimiz ish qilib, o'qiyoga yerlarimizni o'qib, ingliz tarjima qilib qo'ysak, boshqa qarindoshlar buni nayt chiroyli shu asli rasmdagilarni to'q o'qib, uni yumshoq detallardan aylantirdimi bilmadim. Hozircha yumshoq detal bor. Chiqib nayt aniq yozilgan Xitoychadan chiqib ekan, men uniki shu lagerdan qo'yib berilganda qisib bo'lmaydigan 8 ish degan mazmunni inglizcha tarjima qilib uni chiqarib qo'ydim. Bu mu intayin vahshiy. Masalan, o'zining ismini ishlatmay turib, ijtimoiy tarqatqularga hisob olishga bo'lmaydi. Andan keyin lagerdan chiqqan boshqa odamlar bilan hech qanday shaklda aloqalashib bo'lmaydi. Uchrashishsa paralashib bo'lmaydi. Andan keyin chet elniki radio, televizion narsalarini ko'rsa anglashib bo'lmaydi. Andan keyin boshqalarga lagerdan ishlarni desa qattiq bo'lmaydi. Lagerga kirmagan odamlarga lager nima ishlar bo'lganligini desa qattiq bo'lmaydi. Degandek mazmunlar bor. Andan keyin mashina haydasi bo'lmaydi. Shu shirkat bilan uyning sirtida faoliyat qilish bo'lmaydi. Demak, bularni hozir lagerdan chiqarib Xitoyniki shirkatlarga o'rlashtiribdi. Lekin bular faqat uy bilan shirkatning orlig'idan mujisi bo'ldi ekan, qoyalarga berish bo'lmaydi. Ya'ni buning turm bilan hech qanday farqi yo'q endi. Ashtaq mazmunlar bor ekan. Andan keyin mushani men tarjima qilib chiqarib qo'ydim. Ko'p osonlar bo'ladi. Buni nima xalqaro xabarlar bo'lish kerak. Andan keyin menga kelgan yana bir uchur bor. Bu nima desanglar 2014-yili shu Sharq Turkistonda butun Uyg'ur aholilariga jadval taqib o'ziniki shu gunoh jinoyatlarni yozishga chaqirgan ularni. Agar yozmay keyin biz bilib qolsak, o'zaro pash qildirib bilib qolsak, sizlarni turmushlaymiz degan tahdidlar bilan ashtab ishni qilib jadval to'ldirgan. Masalan, 2 yilning oldida Qur'on o'qigan, 2 yilning oldida masjidga borgan, degandek. Men uyda bir Qur'on kitobini saqlagandim degandek. O'sha narsani qildirib keyin oldi bilan o'sha odamlarni tutdi bular. Shu tutib o'zaro birisini pash qilgan hammasini tutib, bularni lagerga suslashdan burun bularga bir iqrornoma tayyorlab imzo qo'ygan deb turibdi ekan. Har bir odam lagerga kirishdan burun iqrornomaga imzo qo'yish kerak ekan. Nurg'un Uyg'urlar buni unutmabdi. Masalan, 10 odamni akirib, iqror qildirsan deb shu qog'ozni taqib imzo qo'ydigan vaqtida 4 mayli deb imzo qo'yib, 6 dek odamlar imzo qo'ymagan falan bor ekan. İmza qo'ymaganlarni qiynab, cho'qim imzo qo'ysan deb lagerga kirib o'g'chilik o'ltirib o'tgan odamlar 1 milliondan oshadi deydi. Lagerga kirib o'g'chilik. Shunga bu bak muhim son. Men hozir qadar Uraniki o'lib ketgan 2017-yildan keyin shu lager munosabati bilan o'lganlarning soni, o'ltirilganlarning soni milliondan oshadi dedim. Men masani o'ziga olmagan unda. Lagerni kirib bo'lgan chog'da o'lib ketgan odamlarning soni oshnaga bordi. Men yaqinda buniki matematikasini yana bir ishlab chiqaraman. Singlimiz Mehrgul Tursunniki degan sonlari bor. 3 oy ichida qancha odamniki o'lib ketganligi bir kamerada bu sonlar bor. 5 ming hisoblagan chog'da agar hozirgi lager ulanganlarning soni 5 million desakmi, o'lib ketib bo'lganlar soni allaqachon 1 millionni eshib ketdi. Undan boshqa lagerga kirishdan burun o'lib ketganlarning soni 1 milliondan oshadi deyotdi. Shuning bu uchur bak muhim. Men sizlardan agar mushtatda sizlarda uchur bo'lib qolsa menga yo'llab beringlar. Buni bir avruz kishilarni qayil qildigan bir narsa qilib o'tirga chiqmasak bo'lmaydi. Xalqimizniki hayoti quruq ketmasin, bekor ketmasin. Ish bo'lmagan chog'da biz buni dunyoga anglatish ishini qilaylik. 7-chi uchur yaqinda Murodil Hasan degan bir asu unsuluq bir qarindishimiz YouTube'larda so'zlagan, chet eldagilarga chaqiriq qilib o'ziniki topgan kunlarini deb berib boshqa qildi.
Bu qarindishimiz men bilan aloqalashgandi. YouTube orqali aloqalashib ekan. Men keyin uni ushur yozib, ba'zi do'stlarim bilan deyishib, bu bola iqtisodiyotni bir qiyin ketibdi. Azar yordam qilib beraylik deb bu elimizga men bilan ayrim aloqalashishni degandim. Aloqalash usulini deb qilib bergan. Lekin uni javob kelmadi. Hozir butunlay yo'qolib ketdi. Meniki hisobimcha 3 kunmi 4 kunmi bu sirtda jurali demiş videolarni chiqarib. Men birinchi videoni ko'rgan chog'lamkin uni Facebook'a, Twitter'a chiqardim. Uyg'urchasi, inglizchalarini chiqardim, ammo pek ansirgan. Nimishqa degan joyda Xitoyniki hozir tekshirish texnikasi pek yuqorilab ketdi. Shu oxirgi ko'rinishlar orqali qilamkin birdan butun soqchilarga e'lon chiqarib bo'la. Xuturishqa birdan tutib oldi bo'lgan deb ansirgandim. Hozir yo'qolib ketdi. Bu Allah bu qarindishimizni saqlasin. Endi qaysi kunlarni kirib ketadi bilmaymiz. Qisqasi bu qarindishimiz yo'qolib ketdi. Menga bu ayrim javob kelmadi. Buni bir tilga qo'yib keldi. Bugunda aytganlarim shunchalik. Kilar qatam kirishcha amon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.